Hop, kecha Xomanayni ish stoli ustida o'ldirishdi. Endi musulmon odam, biz shialarni mutlaq hammasini kofir deya olmaymiz. Shialar ichida ham musulmonlari bor. Ko'ngil odami bo'lgan deyishadi. Xomanay shahid bo'ldi deb umid qilinadi. Chunki dushmanning quroli ostida vafot etyapti-da. E'tiqodlarni qiyomatda Alloh taolo taftish qiladi. Biz dunyoda ahli sunnani haq deb bilamiz. Ahli sunnada sabot turishlikka harakat qilamiz. Lekin musulmonman degan odam dushman quroli bilan dushmanga qarshi mujodalada vafot etsa, shahid bo'ldi deymiz uni. Erondan keyin Turkiya. Va bu orada O'rta Osiyodagi davlatlarda ichki nizolarni qo'zg'ash. Ichki nizolarni qo'zg'ab xalqni oyoqlantirish. Bu siyosat ham ketyapti. Bu ham Sion la'natlanganlarni proyektini ichida bor. Qirg'izistonda Tashiyev janoblarini bekorga olib tashladi deb o'ylaysizmi? Davlat to'ntarishiga urinish bo'lgan. Katta ehtimol bilan. Qozog'istonda shunaqa urinish bo'ldi. Tojikistonda harakat bo'ldi. Xitoyni rahbariga suiqasd uyushtirildi. Davlat to'ntarishiga harakat. Mana shu problemalarni o'zini ichidan chiqarib qo'yib, ular xohlaganini qilmoqchi. O'zbekistonda yo'q deb o'ylaysizmi? O'zbekistonda davlat to'ntarishiga urinish yo'q deb o'ylaysizmi? Dayus degani xotinini qizg'anmaydigan degani biz hammamiz tushunamiz. Lekin vatanini qizg'anmagan ham dayus bo'ladi. O'sha xalqni ko'chaga olib chiqishga harakat qilayotgan, ichki ishlar bilan men mujodala qilyapman, ichki ishlardan o'liklar chiqdi. Endi men ular bilan mujodala qilyapman deyish ma'nosi nima shuni? Shuni ma'nosi nima? Buni ma'nosi ichki ishlar odamlarni o'ldiryapti, ularga qarshi begunoh ayollarni yechintirib, ularni zino qilayotgandek videosini tarqatyapti degan fonni xalqni hissiyotiga yedirish. Yemadi, xalqimiz donolik qildi, bularni o'yini buzildi. Endi ertayu kech Abror Muxtor Aliyni sahnadan tushirish uchun aralashma deyishlik harakat qilishyapti. Do'stlar, bu keysni orqasidagi maqsad bular davlat to'ntarishi qilish rejasiga o'ynab berayotgan odamlar. Davlat to'ntarishini biz qila olmaymiz deyapti Siroj. Qila olmaysan. Davlat to'ntarishini senga o'xshagan ahmoqlar qila olmaydi. Lekin buni qiladigan odamlarning qo'lida sen asbobsan. Asbob. Davlat to'ntarishini qilmoqchi bo'lganlarning asbobisan. Sen orqali, sen instrumentsan. Sen orqali qilishadi. Sen kerak emassan. Sen o'sha ishtonni orqasidan 3-4 so'm pul yeb, bola boqib yurasan bo'ldi. Shunga loyiqsan, undan yuqori saviyaga chiqa olmaysan. Seni foydalanishib, keyin seni ishtonga ko'mishadi. Xuddi Qazzofiyni ottirib, otgan bolani o'zini ham otib tashlashganga o'xshagan. Sen ham kerak emassan u inqilobchilarga. Liviya cho'kdi. Iroq cho'kdi. Suriya qilqillab turdi, oxiri uni ham cho'ktirishdi. Cho'kkandan keyin Suriyani tepasiga kim olib kelib qo'yishdi? Biz Izroil bilan urushmaymiz degan bitta odamni olib kelib qo'yishdi. Bir paytlar Daeshning ichida bo'lgan, keyin Jabhatun Nusraga o'tgan, keyin kelib hozir Suriyaning prezidenti bo'ldi, Ahmad Sharaf. Bir paytlar Juloni edi. 10 million dollar bo'yniga tikilgan odam edi. Bular xalqlarni ichida qo'zg'olon qilib, odam o'ldirib, musulmonga qayrab, zaiflashtirib bergandan keyin vaziyatni ko'ryapmiz mana. Endi Suriyada problema yo'q. Suriyani zaiflashtirib 6-7 ga bo'lib tashashgan. Liviya 2 ga bo'lingan. Sharq, g'arb yoki shimol, janub bo'lib bo'lingan, u ham o'zi bilan o'zi ovora. Iroq zotan yo'q. Iroq degan davlatning o'rni yo'q hozir. Zotan Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Saudiya o'lkalari hammasi bularning izmida. Eskitdan bu sistemani qilib kelishgan. Problema, muammo davlatlar Iroq bilan Suriya edi. Va shu bilan birga Eron edi.
Eronni ularga bahona qilib bu ikkitasini ya'ni o'rtasida sunniy shiya problemasini ko'tarib bir-biriga o'ldirtirdi. Abu Salohlar mana shu o'yinni aktyorlari bo'lib chiqdi. Abdulazizlar shu o'yinni aktyorlari bo'lib chiqdi. Abul Validlar chiqib gapiringlarchi endi. Abul Validlar chiqib aytinglar, xalqdan uzr so'ranglar. Odamlarni hissiyotiga o'ynab, bir tomonlama yoritib, xalqni aldagan ekanmiz. Bizni ma'zur ko'ringlar. Qiyomatda bu vabol bilan ketmaylik deb yengillatinglar gunohinglarni. Yo'q, aksariyatida insof yo'q. Aksariyatida insof yo'q. Bir gap bo'lar deb ketyapti. Xuddi shu hissiyotga urg'u berib, yoshlarni Suriyaga kelinglar, mazlumlarga yordam beramiz qilib chaqirishib, mana ahvol. Endi shuni kichkina formati O'zbekistonda qilinyapti. Kichkina formati. Abu Salohlarning o'rniga Siroj medialar chiqyapti. E'tiqodi tushunchasi boshqa odamlar, lekin Siroj o'sha axboriy instrument bilan xalqni hissiyotiga o'ynayapti. Xalqni hissiyotiga. Nima emish? Yechintirilgansiz. Qo'pol bo'lsa ham aytamiz, siz yechintirilgansiz. Ichki ishlar sizni yechintirgan. Ichki ishlar dan o'lik chiqqan. Ichki ishlarni tarafini olganlar saroy mulla. Mana shu narsalarni ko'pirtirishdi. Men hukumat ya'ni mutasaddilaridan so'rab qolaman. Xalqimizni kelajagi zimmanglarda, voy do'stlar. Bu mas'ullar. Bunga o'xshagan narsalarga jiddiy qarash kerak. Davlat kuchli bo'lishligi uchun xoinga jiddiy jazo berish kerak. Xoinni kechirib bo'lmaydi. Xoin bular. Bular tashqaridagi eltuz-meltuzga o'xshaganlar bilan aloqada bular. U yoqdan men generallarni qo'lga oldimman, ular meni aytganimni qilish kerak deb o'tiribdi anavi. Gey tuzni 3-4 ta geylari. Ular xohlaganini gapirtiryapti, axboriy maydon tashkil qilish. Mutasaddilar bunga qarash kerak. Chunki sizlarga ishonib, sizlarni saylaganmiz. Sizlarni mana shu xalqni tepasida mas'ul ekaninglarni tan olganmiz. Xomaniyga bir shoirni turkcha aytgan she'ri bor. Xomaniyga aytganki, yuzingga qaradim, oy chiqdi. Maydonda menga qarshi toy chiqdi. Hammaga baxt ulashilayotganda menga hasrat pay chiqdi degan. Ajoyib. Bizga hasrat pay chiqqan do'stlar. Biz xalqimizni dardida, g'amida, tashvishida yurishlik taqdirimizda bor ekan. Va bu sharafli ish. Sharaf bilan inshaalloh bu yo'lda davom etamiz. Nasib shu yo'lda o'lamiz. Shuni orzu qilganmiz. Albatta, shahodatni orzu qilmagan musulmon munofiq bo'ladi. Shahodat astoydil orzu qilsangiz, to'shagingizda yotganda ham kelaveradi. Alloh taolo barchamizni o'zi rozi bo'ladigan yo'lga muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.